davom etamiz va start dasturimizning result qismida kiritgan kodimizni men do faylimizga ham o'tkazaman, ya'ni do faylga ham qayd qilib qo'yaman va bunga men asos sifatida shu o'rinda aytib ketishim kerak. Men bu 1000, 10, 20, 30, 40 degan sonlargacha o'zgarishi mumkin. Bu degani sizning grafikingizni 10 ta histogram 10 ta qismlardan yoki 10 ta bo'limlardan tashkil topgan holatida sizga tahlil qilib berishi yoki mayda holatida 15 ta 20 ta holatida amalga oshirib berishi mumkin bo'ladi va buni biz keyingi mana shu kodimizda sinab ko'ramiz. Buni histogram orqali 10 talik tahlil deb bersak bo'ladi. Tibbiyotdagi ahamiyatini ham tushundik, nima uchun aynan bu histogram bizga kerak bo'ladi. Endi keling, men bu 10 ni 20 ga o'zgartiramiz va enter bosamiz. Bunda ko'rib turganingizdek histogramimiz o'zgardi va bizda aniq qiymat bilan har bitta o'lchovimiz kelib chiqdi va ko'rib turganingiz mana bu qismlarimizda natijalarimiz keskin kamayib ketganini va faqatgina mana ikkita qatorimizda esa natija biz xohlagandek amalga oshganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni qanday farmakologik yoki tibbiyot nuqtai nazaridan tahlil qilamiz. Aytaylik, o'rtacha 40 ta laboratoriya sichqonini oldik va ularni 10 tadan qilib 4 ta guruhga bo'ldik va biz ularda tahlil olib borganimizda bizning dorimizning kamchiliklari, ya'ni bizning xatoyimiz bilan dori vositasining yaroqlilik muddati kam qolgan, ya'ni 1 oy yoki 2 oy qolgan dori vositasini dorixonada xarid qildik. Bu обязательно hozirgi kunda по retseptu va biz tahlilni olib bordik. Tahlilni olib borganimizda bizda 20 ta holatida, ya'ni 40 ta sichqonimizda 20 tasida o'lim holati qayd qilindi va 15 ta 10 tasida deylik, 10 tasida anafilaktik shok holati paydo bo'ldi va 7 tasida, aytaylik 7 tasi yoki 8 tasida tana haroratining ortishi yoki sichqonning harakatining tezlashishi yoki naproz sekinlashishi yoki ovqat qabul qilishning ortishi, kamayishi kabi o'zgarishlar sodir bo'ldi va atigi bitta yoki ikkita uzoq uchta sichqonimizda bu ko'rsatkich qayd etilmadi va biz qo'llagan dori vositamiz biz xohlagan va biz kutgan natijani berib sichqon ma'lum bir chaqirilgan kasallikdan tuzaldi. Bunda ko'rib turganimizdek dori vositamizning kamchiligi, aynan bizning xatoyimizdan kelib chiqqan kamchiligi sababli bizning tadqiqotimizda manfiy natija yoki tadqiqot ishi umuman amalga oshirilmagan holat qayd qilindi va ko'rib turganingizdek ikkita holatda bu kamchiligimiz katta va juda kam foizda kichkina holatni qayd qildi. Shuning uchun bu grafik bizning tibbiyot va farmatsevtikada asosiy rol o'ynaydi va buning sababi ham hozir aytganimdek biz olib borayotgan jarayonimizni natijalarga qarab kelgusidagi oladigan natijalarimizni oldindan bashorat
qila olamiz, ya'ni taxmin qila olamiz. Dori vositatamizning kamchiliklari ortib ketsa, ya'ni biz yo uning yaroqlilik muddatiga qaramasdan olsak yoki o'zimiz xato qilib qo'ysak, o'sha dori vositamizni ikkinchi marta xarid qilayotganda yaroqlilik muddatiga va saqlash sharoitiga обязательно e'tibor beramiz va u bilan ishlayotganimizda sarf bo'lish yoki isrof bo'lish hajmini ham inobatga olamiz, chunki bizning tadqiqotimiz ertaga ma'lum bir toifadagi insonlarimizning, bemorlarimizning salomatligini asrab qolishi kerak bo'ladi. Demak, endi biz 20 talik holatni ko'rdik. Bu qachongacha davom etadi? Bu sizning ovoz bergan patsientlaringiz yoki mana shu so'rovnomada, mana shu tahlilda qatnashgan respondentlaringizning sonigacha bo'lgan vaqtda binni ichidagi sonlarni o'zgartira olasiz. Agar soningiz sizning patsientlaringiz sonidan katta chiqadigan bo'lsa, hech qanaqasiga bu kod ishlamaydi. Xo'p, buni ham men kiritib qo'yaman. Tak. Bu faylimga o'tkazaman. Endi buni 10 talik emas, balki 20 talik tahlil deb keltiraman. 20 talik tahlil. Har bitta kodimni men saqlanib qilib boraman. Davom etamiz keyingi buyrug'imizga va endi bizning keyingi jarayonlarimizda ketadi testlarimiz. Buni biz to'liq test o'zi qanday shartlarga javob berish kerakligi va nimalarni tahlil qiladi va testlarni o'tkazganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini o'rganamiz va hozir vaqtimizda unumli foydalanilgan holatda regressiya tenglama formulasini o'tkazamiz. Ya'ni bu regressiya x, y va x ning o'zaro munosabati degan ma'noni beradi va bunda biz tahlil olib boramiz. Bizda y imiz bo'ldi, ko'rish o'tganligimiz qanday va x imiz bo'ldi, dori vositada kamchiliklarimiz. Xo'p, dori vositalarda kamchiliklarimiz bizning ko'rish o'tganligimizning qanday o'zgarishiga olib keladi degan savol asosida olib keladi degan gipoteza asosida tahlil qilamiz. Bunda bizning patsientlarimiz soni 101 nafar. Bizda n-1 qoidasi har doim ishlaydi. Bunda biz F testimizni n-101 bitta bo'lishi uchun 100 ta patsient qatnashgan bo'ladi va 100 dan birni ayirgan holatda 99 ni keltirib chiqaramiz va bizning F testimiz 0.04, ya'ni 0.05. Aslida bizning tibbiyot tizimida mana shu 5% ko'rsatkich emas, 1% ko'rsatkichni tashkil qiladi. Bu joyda F testimiz qiymati 0.05 ga tenglashdi va root MC testimizni ham qiymatini ko'rib turibsiz. Xo'p, endi bizda ko'rish o'tganligiga dori vositalarimizdagi kamchilik qancha tahlil qilishini keyingi videoda batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.